Faqat 4 ta harf. Postdan iborat xabarlar aloqa kanali orqali uzatiladi. Uzatishda aniq dekodlarni ta'minlovchi ikkilik kod ishlatiladi. Demak, aniq dekodlar bo'ladi degani bu fanodan foydalaniladi odatda. Dekodlashni aniq qiladigani, to'liq dekodlay oladigani, takrorsiz kelsin degan. Hozir yana ko'ramiz. Harflar T, O va P uchun quyidagi kod so'zlari qo'llaniladi. T uchun 111. Xo'sh, nima qoldi? S qoldi. O uchun 0, P uchun 100. Mana shu kodlar berilgan ekan. S harfi uchun aniq dekodlashni ta'minlaydigan eng qisqa kod so'zini toping. Eng qisqa deganiga e'tibor beramiz. Agar bir nechta bunday kodlar bo'lsa, eng kichik soniy qiymatga ega kodni tanlang debdi. Demak, mana bu S ni topishimiz kerak. Fano bilan bajarishimiz aniq buni. Ikkita daraxt chizib olamiz. Ikkita ildizli daraxt. Bittasi 0 ildiz, bittasi 1 ildiz. 0imizni O band qilib qo'ydi, tamom, chegara shu yerda bor. 0 ni davom ettira olmaymiz. Bu bo'ldi. Endi T bilan P ni bir daraxtdan, birdan boshlangan, bir ildizdan boshlaymiz. 0, 1. 10, 11 yo'q, 111 bilan 100 bor. Demak, yana ildiz chiqaramiz, 0, 1. Bunisidan ham chiqaramiz, 0, 1. 100 bor ekan, bizda P ekan. Mana 100 ildizi. 1, 0, 0. P ildiz ekan. 111 ni topamiz. Mana 111. Bu T ekan. Endi nima ekan? S uchun eng kichik sonni topishimiz kerak. Qachonki mana bu yerlarda yo'llarimiz qolmasa edi, D javob kodlab bo'lmaydi bo'lardi. Lekin bizga bir emas, ikkita joyi mana. Mana bu qism bo'sh va mana bu qism bo'sh. Mana ikkita joyimiz bor. Mana shulardan deyapti, eng kichigini olamiz, ikkita ekan. Mana bu bizga 101, bunisi 110. Qaysi bir kichikroq? Albatta 101. Demak, S 101 kodini olib biladi. B javob ekan.